Külçe, Yanbaş, Bostan, Ellikkala, Ürgenç boladımı, Sarıbi boladımı, Özbekistan boladımı, Şorahan boladımı, Cidelik boladımı, hemmesine dastlabki işlep beremiz. 1 göйnekim, 2 göйnekim, 3 göйnekim, 4 göйnekim, 5, 6, 7, 8, 9 göйnekim bar ekan ishidagi. Bularni xolaganda üçünlü göyneklerini, ina bir yüpke koftalarını, ina bularni her türlüsü geldi. Bularni hemmesini sizin aboneçilerinizə 100 000 so'mdan qo'yib beraman. 100 000 so'mdan qo'yamiz. Yangi yilda xushro'y bo'lib, chiroyli bo'lib, Mobi Shop'a Ahmet deb like'larni basib qo'yib kiya qo'ysinlar. Lardim ko'p yangilar. O'tirishmalara, to'ylara, stoylara giymakayni. Svetam dim chiroyli, yap-yashil svet. Bu göynekimden 250 000 so'mdan beraman. So'mdan 5 000 so'mdan 5 000'liki bor, 10 000'liki bor, 25'liklar ham bor. Sim çoğrumuzni 200 000 so'mdan beraman. Bu şu kostüm çoğrumuz 200 000 so'm? 200 000 so'mdan. Kime doğru gelse, kelçe degani 3 turi bor. 3 turi. E degani bor, B degani bor, S degani bor. Hech qachon obunachilar yodlar. Hammasi sizlarga 100 000 so'mdan beraman. Shkolant baho. Hammasi yo'qotadi 100 000 so'm? 100 000 so'm shkolant bahoda olib ketadi. Kim obunachilar endi sifatli, chiroyli, sezim natijam patologlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa obunachilar ekranda telefon nomerlar aloqa chiqaverasizlar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz Mobi Shop'dan bo'ladi. Optim narxlarda ayollarning kiyim-kechaklari bo'ladi. Manzili Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l bozorindamiz. Yo'llarni yozamiz beton isteyanki obunachilar giraverishda darvozadan yana alanganda chap tarafda bo'ladi. Qirqizobod taksilar ham bo'ladi bu yerda. Bu tarafda ham mashinalar avtobus o'tiradi. Orqa tarafi bozorni giraverishimizda darvozadan kirgan chap tarafda bo'ladi. Bir yere olmasa yayma bozor bo'ladi, bu tarafa ketaverish. Bu bo'laydi ekan. Ko'pchilik manzilni tushunmabdi shuni. Giraverishimizda beton isteyankidan. Mobi Shop obunachilar. Narxnamalar bilan birgalikda donishib chiqamiz. O'tgan safar aksiya bo'lib, tinchlik ekan. Ko'rib chiqamiz yana. Beton isteyanki To'rtko'l bozorini beton isteyankisidan giraverishimizda darvozadan kirganimizda birinchi do'kon bo'ladi dedi obunachilar. Tushunmaylar uchun. Ko'pchilik tushunmadi o'tgan safar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani Mobi Shop'da bugun yangiliklar bormi? O'tgan safar aksiyamiz zo'r bo'ldi. Xudo xolasa bu yil obunachilarima yangilikni zo'rini aytib beracakman. Yangilikni zo'ri bo'ldimi? Yangilikni zo'ri toza vejlarimiz geldi. Yangi yilda chiroyli, akkuratli, sifatli vejlar geldi. Yangicha vejlarimiz keldi-ku. O'tgan safar obunachilaringiz ko'plarini go'ynak yetin olmay qoldi, kattaroq ayollar